Ko'p restoran egalari bitta xatoni qiladi. Ular xodimlarga qancha maosh to'lash kerakligini bilmaydi. Agar sizning yo'nalishingiz fast food formatida bo'lsa, xodimlar uchun maosh xarajati oylik tushumidan 10-18% atrofida bo'lishi kerak. Fast foodda odatda kamroq, lekin universal xodimlar ishlaydi va bitta xodim bir nechta vazifalarni bajaradi. Agar restoraningiz casual dining formatida bo'ladigan bo'lsa, ya'ni milliy taomlar, rayhon kabi joylarga o'xshagan bo'lsa, o'tda ofitsiant xizmati borligi sababli maosh xarajatlari oylik tushumining 19-27% atrofida bo'lishi normal hisoblanadi. Keyingisi fine dining formati, ya'ni premium segmentdagi restoranlar. Bu joylarda servis juda ham yuqori darajada bo'ladi va ko'proq malakali xodimlar xizmat ko'rsatadi. Shu sababdan xodimlar maosh xarajatlari oylik tushumining 25-35, hattoki 40% gacha ham yetib borishi mumkin. Agar siz restoran ochmoqchi bo'lsangiz, avvalo xarajatlar modellarini hisoblab chiqishingiz kerak. Aks holda restoran ishlaydi, lekin foyda bo'lmaydi.